بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار xotinning namozi ro'molsiz qabul qilinmasligi to'g'risida kelgan hadislarning bobi. Xotin kishi mana ro'mol o'ramasa va ro'molni ham mukammal o'ramasa namozi qabul bo'lmaydi. حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية ابنة الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو وقوله الحائض يعني المرأة البالغة يعني إذا حاضت. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول الشافعي. قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. Aisha radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qilindi, aytdilarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Hayz ko'ruvchi ayolning namozi ro'molsiz qabul qilinmaydi. Termiziy aytdilar, bu bobda Abdulloh bin Amrdan hadislar bor. Payg'ambarimiz alayhisolamning hayz ko'ruvchi deganlari, ya'ni balog'atga yetgan ayolni qasd qilyaptilar, ya'ni izahabot hayz ko'rganlar. Abu Isa Termiziy aytdilarki, Oysha onamizning hadisi hasan hadisdir. Ahli ilmning nazdida amal shu hadisga ko'radir, ya'ni xotin balog'atga yetsa, namoz o'qisa va uning sochidan biror narsa, qani shay'un deyapti, biror narsa ochiq qolsa, kashf bo'lsa, ko'rinsa, namozi joiz bo'lmaydi. Va bu Shofiyning so'zidir. Aytdilarki, xotin kishining jasadidan biror yeri ochilib qolsa, namozi joiz bo'lmaydi dedilar Shofiy. Yana Shofiy aytdilarki, agar xotin kishining oyoqlarini zohiri, ya'ni yuzi ochiq bo'lsa, namozi joizdir deyilgan deyaptilar. Buni qola deb aytmayaptilar, qiyla deb aytayaptilar, aytilgan deyaptilar. Mana hadis hasan hadis, sarohatan kelyapti. Demak, hur ayollarning avrati to'g'risida xabar beryapti. Hur ayollar boshidan oyog'igacha avratdir. Yuqorida ham keldi qisman. Xususan ro'mol katta bo'lishlik kerak va shu tahoratda yuviladigan yerlar ko'rinsin xolos. Jag'ini tagi ko'rinmasin, qulog'i, sochi hech qaysinisi ko'rinmasin. Agar ko'rinsa namozi buziladi. Tashqarida ko'rinsa, begonalarda oldida ko'rinsa harom bo'ladi. Hayosiz ayol hisoblanadi bu ayol. Nomussiz ayol hisoblanadi bu ayol. Sochini ochib yurgan, yo bo'ynini ochib yurgan, yo qulog'ini ochib yurgan ayollar. Ro'molni shunday o'rashligi farzdir. Namozda ham, namozda tashqarisida ham. Balog'atga yetgan butun ayollarga tegishli. Lekin bir qiz hali balog'atga yetgani yo'q, ya'ni hayz ko'rgani yo'q. Lekin bo'yi katta bo'lib qolgan, ko'rgan odamni jalb qiladi, shahvatini keltirsa, bu qiz ham kattalarning hukmida bo'ladi. Yosh qizchalarga izn beriladi. Ko'chalarda masalan unchalik diqqat qilmasa, ya'ni yoshligidan biz tarbiya qilaylik, qizlarni hijobga, ro'molga o'rgataylik-ku. Lekin sochi ochilib qoldi, bo'yni ochilib qoldi, qo'li ochilib qoldi, oyog'i ochilib qoldi. Buni zarari yo'q, kichkina qizcha bo'lganligi uchun. Ya namozda ham shunday ba'zilar ochilyapti, zarari yo'q. Ammo boshqalarga joiz emas. Termiziy aytibdilar, mana Shofiydan naql qilyapti, bu aslida jumhur ulamolarning fatvosidir. Hanafiylar ham shunday deydi. Ayol kishi masalan shunday qo'lini ko'targan vaqtida yengi tushib ketsa pastga, bu bilagi ochilib qolsa namozi buziladi. Yoki ishtoni tortilib qolib, boldiri ochilib qolsa namozi buziladi. Masalan,
birdaniga ochilib turib, masalan, yana berkilib qolsa. Biz shuni qilganda tushdi-da, darrov tushirib oldi. Bunda zarari yo'q, namoz buzilmaydi. Yoki sochi. Shuning uchun diqqat qilishlik kerak. Oyog'ini yuzi to'g'risida aytayaptilar. Oyoqning yuzi to'g'risida Hanafiylarda ikkita qavl bor. Biri avrat, biri avrat emas degan. Ya'ni avrat emas degan fatvo beriladi namozni masalasida, uyda ichida. Chunki doim oyoq libosi yoki paypoq qo'shgan narsalar kiyolmaydi ayol kishi. Shuning uchun uyda ichida va namozga izn beradi Hanafiylar, ammo tashqariga chiqqanda oyog'ini berkitsin deydi. Chunki Ummu Salama onamizdan rivoyat bor edi. Payg'ambarimiz alayhisalom ayollar uzun ko'ylak kiyishlikka buyurdilarki, oyog'ining yuzi ko'rinmasin deb. Hozirgi vaqtda kofirlarning modasini kasofatida musulmonlar teskari amal qilishyapti. Ayollarning oyog'i ochiq tizzasigacha, erkaklarniki tovonigacha berkilgan. Almashib qo'ygan. Erkaklar bilan xotinlar joyini almashtiryapti.